Bu shahar bir paytlar hayot bilan to'la edi. Bu yerda orzular bor edi. Bolalar kulgusi, oilaviy xotiralar, kelajakka ishonch bor edi. Bugun esa Rafah faqat vayronaga aylangan devorlar, qulab tushgan binolar va yakson bo'lgan orzular manzarasiga aylangan. G'azoda davom etgan bosqin natijasida birin-ketin shaharlar vayron qilindi. Bugun sizlarga shulardan biri, Rafahda qolgan xarobalarni ko'rsatmoqdamiz. Bu yerda odamlar vayronalar orasida yuribdi. Kimdir omon qolgan bir parcha buyumni qidiryapti, kimdir esa faqatgina xotiralarni. Bugun G'azo aholisi go'yo mavhumlik qarshisida to'xtab qolgandek. Kunlar o'tmoqda, ammo qayerga ketayotganini, ertangi kuni nimani olib kelishini hech kim aniq bilmaydi. Otash kesim e'lon qilingan bo'lsa-da, bosqinchilar tajovuzi to'xtamadi. Har kuni, har hududda portlashlar, bombardimonlar davom etmoqda. Bu faqat vayronalar emas. Bu insoniy hayot. Bu yo'qotilgan kelajak. Shu manzaralar orasida saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida biz imkon qadar G'azo ahli bilan birga bo'lib kelmoqdamiz. Chunki bu xalq yolg'iz qolmasligi kerak. Sizning yordamingiz sabab G'azoda 2 yillik qora kunlar davomida biz bu xalq bilan birga bo'ldik. Bugun G'azo ahli siz u bizga, bizning e'tiborimizga muhtoj. Ularni unutib qo'ymang. Ular haqida gapiring. Ularning haqqiga duo qiling va qo'lingizdan kelgancha ularga bu musibatni bosib o'tishda dalda bo'ling. Saxovatli qo'lingizni G'azodan tortmang. Aksincha, ularning qo'lidan mahkam tuting. Shunda balki bir kun Rafah xarobalari o'rnida yana hayot, yana umid, yana yorug' kelajak qad rostlar.